tashib yurdim. Hozir qo'shilmasdim. Shu oxirgi marta ukol orqali qo'shildim. Keyin oxiri siz analizda topshirdi, implant o'rnatish maslahat berdingiz. Keyin implant o'rnatdik. 40 kuncha qo'shilmay turdim, sirasi qo'shilib yangilik bo'ldi. Mana jinsiy aloqa qilayotganingizda o'sha hissiyotlar, peshob chiqishi yo jinsiy aloqadagi bo'lgan hissiyot, keyin peshob chiqishi, sperma chiqishi qanday, oldingidekmi yo qanaqadir o'zgarishlar bormi? O'zgarish yo'q, hamma narsa joyida, hammasi muammosi bo'lgan, hammasi hissiyotlar bor, urug' tushgan zo'r, turish juda zo'r. Rahmat, sizni shuncha bizga ishonch qilib, bizga ixlos qilib kelibsiz. Alloh sizga shifo bersin, yana qo'shaloq farzandlar bersin, solih farzandlar bersin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Endi bu safar xudosi yangilik bilan kelasiz. Xudo inshaalloh bo'lingiz farzandlik bo'lganmiz. Sizga rahmat,